o'quvchilarimiz mana kitob katta kitoblardan o'qiydi, olimalik ham o'qiydi, hofizlik ham birga o'qir ekan. Mezlarni ham ko'rasiz, mana shu shaklga ba'zilarini kamida kitob lafozdan mushkulotlari ko'p. Qur'oni Sharifdan, mezdan va xususan ustozlar aytib farsh, hatto mana shu farshga o'toqlarni tagiga tayyorlagan bizlarning omonat dedi. Bu yerdan bir kishi toza qarib shuni qilgan ekan, necha vaqt bo'ladi. Mana shu zotlarning hammasini qaysi bir tanishlardan omonat olibdi, shu farshlarni. Mana shu zotoy kishini ko'rasiz va bu hamshiralarimizdan qiyinchilik kitob lihozidan ko'proq nazarim o'zlaridan so'raymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Mana Vajiha shu madrasaga dars o'qiymiz va hamchinon boqiga dars o'qiymiz. Bizani budjetimiz kam, hamchinon miz yo'q degan siflarga o'shta miz va hamchinon farshlarimiz omonatda biz olmaga o'qiymiz va budjetdan kam. Xo'sh qilamizki hamkorlik bo'lsa sizlarga. Rahmat, sog' bo'ling. Zotlar hamma qiyinchiliklari bor. Bachalarining sinfi Sani madrasa mana shu shaklga u to'liq hech narsa zotlar yo'q bularga. Mana bu bachalarining sinfi. Sinfi madrasa shu bachalar bor o'qiydi. شما چی میخونین اینجا؟ نسبتاً قرآن ندارین؟ هیچ قاعده قرآن کی زیاد قرآن خوانده؟ بیان کنم. تو زیاد قرآن خواندی؟ قرآن خلاص کردی؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات وما في الأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله الخالق العظيم. آفرین، ماشاءالله. برادر ما خوب اطلاعات هم کرد. دعوان سیگه عجیب است. دعا کنیم. Qadam avvalga sizdan tashakkurlik qilamanki, shu yerga keldingiz, bizlarning mushkulotlarimizda so'rashdingiz va bildingiz, o'zingiz ko'rdingizki, mana shuncha kambag'allar bor edi. Qismati mana bu bizlarning bir toyimiz sinfimiz emas, ham toyimiz o'qqa bizlarning mana shunday ikki sinfimiz bor. O'qiladi, bularning taol qudrati yetmaydi-ki, bular olsa, balki shu mushkulotlari bor. Va deganki, o'zlaringiz o'zingiz ko'rib o'tiribsiz, mana sani bizga ham mushaxas ma'lum madrasaning ichiga hatto shu bir o'zi qilmoqqa joylari say munazzam emas. Toki bular bir sayroq bir o'zi olsa, to'rat qilsa, vaqti namozini ado qilsalar, mana shu mushkulotlarimiz bizning madrasamizga ko'p. Agar deganki ba'zi misolanki yo zaxiramiz bizlarni bo'ladi, yo misolan mana bu qismatga ko'rib toptabsiz, yaqinimizga ham zimiston bor bizlarni. Mana bu zimistonimizga bizga bir necha dona bir tarpol kerak ekan, shu toki shu qismatlarni mahkam qilsak, mana bu taraflarni bir mahkam qilsak, to shu shogirdlar mushkulotlarga qolmasa, bu avvoni savr o'zlari ham mana buni butlari dashga qoladi, yomg'ir qorga mana shu narsalar ko'proq bizani zaruratlarimiz bor. Inshaalloh salomat bo'ling. Bizlar injener sahib aytsarimizga inshaalloh bizlar qo'limizdan kelguncha sizning mushkulotlaringizni men ularni xizmatiga sharik qilaman. Har qiyinchilik borki va taomimizda bo'lsa inshaalloh hamkorlik qilamiz. Salomat bo'ling. Xonangiz sog' bo'ling.